Sizlar bilan texnologik va bugun yangi joydan yangi ishlarimizdan ko'rsatib o'taman. Video shu tipdagi yoqadigan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, iltimos like bosinglar, podpisatsiya bosinglar. Mana shu sizlarga foydali bo'layotgan videolar olish uchun o'zimizga texnikalar olyapmiz, jihozlar olyapmiz, o'zimizga studiya qilyapmizki, kontent qilishga oson bo'lsin, odamlarga foydali bo'lsin deb. Shu qatorda sizlardan so'ralayotgan narsa prosta podpisatsiya, like bosinglar, kommentariyaga yozinglar. Shunaqa qilib kontentlarimiz yanada sifatli bo'lishiga o'z hissangizni qo'shayotgan bo'lasiz. Demak, detalimizda shu turishda men hozir turib qo'yaman. Hop, mana yana bizda texnikamiz bor, ikkita qo'lda ham ko'rsataveramiz. Xullas, o't mana. Birinchi kelgan ishimiz ham anaqa holatda edi. Oshiq-moshiq, xolodilnik muzlatgich ekan, hamma sinib ketgan. O'sha sinib ketganligi ikkita juft bo'lganligi uchun, ikkalasi ham singanligi uchun noziliklik qilyapti ekan va shuni biz qaytadan yasayapmiz. Birinchisi o't mana bu, birinchi shafti. Buni ko'rayotgan bo'lsanglar. Oxirgi qismi va boshidan ko'rsataman. Qanaqa qilib chizildi? Birinchi holatda eskiz yaratib olganman. O'sha o'zini o'lchamiga yarasha. Undan keyin o'tman tolshinasiga qarab keyingi qatlamni yaratib oldim. Bo'lib oldim o'rtasidan ko'tarish uchun. O'rtasi tepasiga chiqardim, ugullarini berdim. Teshiklarini o'lchab me'yorda qo'ydim. Pastga chiqardim. Ikkinchisini kopiya qildim. Surib ikki tomonga ochib oldim. Bitta markazga yaqinlashtirish uchun krugliniyalarni berib oldim va oxiri mana shunaqa holatga keldi. Va bundan chiqqan detalimiz mana bu holatda. Hozir orada qanaqa ishlash jarayonidan ko'rsatib berib ketaman. Tipdagi kontentlar yoqadigan bo'lsa, ish jarayoni noldan to oxirigacha ko'rishni xohlasanglar, bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar. Bu uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan doimgidek Science Technology va uning ijodkori Sirojiddin Sevarov bo'ldi.